Jalol aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga rahmat sizga, chunki bu tarixiy voqea bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida. Shuning uchun bu demak yangilikni biz qancha ko'p yoritsak, shuncha kam deb o'ylayman. Shuning uchun vaqt ajratib kelganingiz uchun katta rahmat. Bilaman, sizni hozir hamma intervyularga, hamma ko'rsatuvlarga chaqirishadi. Endi nasib vaqt qilganiga ajratganingiz boramiz. uchun rahmat. Nasib qilgan. Rahmat Kattakon Otabek, haqiqatdan ham orzu kutgan necha yillar davomida 34 yil degan bo'ladi mustaqil bo'lganimizdan keyin futbolimizni o'sha eng nufuzli, eng yuqori darajadagi jahon chempionatida ishtirok etadi. Albatta bunga erishish o'zidan o'zi bo'lmagan yillar davomida. O'shaning uchun ham sizlarga ham rahmat, shunaqa yoritib futbolimizni qadriga yetib, orqa tarafdan deydi, orqa fondan yorityapsizlar. Shu munosabat bilan shundan foydalanib, ikkita o'g'ilcha bor. Shunda. Kichkina bo'lsa, arzimasa ham men bu anaqa intervyuimiz boshlanishidan oldin bermoqchi edim. Rahmat. Jamoamiz nomidan Hasan Husanga. Rahmat. Ular ham sport bilan mashg'ul bo'lsa, menimcha mana bu Hasanga, bu Husaniga. Endi talashishmaydi. Aniq talashishmaydi. Rahmat. Arzimagan bo'lsa ham ko'p bo'ladi, ko'rasizlar. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat, Minnatdormiz. Katta rahmat. Sizni nafaqat Toshkentdan, balkim Toshkentning kindigidan deyishadi, chunki siz ish shaharli o'zbek yigitsiz. Nima uchun aynan o'zbek futboliga Qo'qonda asos solingan? Nima deb o'ylaysiz? To'g'risini aytsam, yaxshi savol. Tarixchilardan so'rash kerak. Nimaga asos solingan Qo'qonda? Shu 12-yil, 1912-yil. Menimcha ular to'g'riroq javob berishardi. Nimaki u paytda hali ota-onam ham tug'ilmagan edi. Shuning uchun bir narsa deyish qiyin. Lekin har qanday Borgansiz o'sha klubga, o'sha 1912 ga. Ha, Qo'qonda o'ynaganmiz ham, murabbiy bo'lgandan keyin ham yaqinda o'sha O'zbekiston kubogi bor. Aka-uka mehmonda Qo'qon bilan bahs yuritadi O'zbekiston kubogi uchun. Jalol aka, mana futbol paydo bo'ldi O'zbekistonda 1912-yilda. Kichik bolajonlar maktabda futbolga qiziqishi paydo bo'ldi. U paytda hattoki ko'p to'la ham bo'lmagan, o'zligi qo'l bola bir dumaloq narsalar popkasdan qiladimi, shunaqa yasab mahallalarda ularni tepib yurib, o'sha kichik bir o'sha paytdagi o'yinlar natijada professionallashgan. Nima deb o'ylaysiz? Qay tarzda mana shu o'yinlar professionallashgan O'zbekistonda? Bu albatta buni ozgina bo'lsa ham ilinganmiz bu narsaga. O'zi futbol mahalladan boshlanadi. O'sha yoshlikni ko'payishligimizni, populyarniy bu sport o'sha paytda bizning yoshligimizni o'sha futbol bo'lgan, oyoyalang, ana qora tursuq bo'lardi-yu, yengi yo mayka bo'lardi, qop-qora bo'lib, oyoqlar shilinib, tirnoqlar ko'chib, masalan, mahallada o'sha turpoqlarda endi asfalt kamroq bo'lardi. Tikonlar kirib, masalan, qo'ylar boqilganda o'ynanardi, qo'ylarni qo'yvorlardi, bu yerda o'sha toshdan va darvoza yasab, masalan, futbol o'ynanardi. O'zi hech qachon men o'ylaymanki, shunaqa nima deydi, kelajakda porloq bo'lib chiqqan ko'p futbolistlar shu mahalladan boshlanganda. Bu nafaqat bizning O'zbekistonda, boshqa chet davlatlarda ham masalan o'sha ko'rganmiz yulduz futbolchilar shu mahalladan. Yo'chilikdan, men hali boy bolasi o'ynaganini ko'rganim yo'q. Qiyinchilikdan, shu narsa, buni tagida katta narsa, o'sha futbolga bergan muhabbati, yoqib qolgan o'sha sport, futbol sevganidan shu darajalarga erishiladi. U o'zidan o'zi bo'lmaydi. Tagida juda ham katta mehnat, kimdirlarga nasib qilgan, kimlarga nasib qilmagan. Uni orasida aytaman, hamma futbol o'ynaydi. Lekin ichidan o'sha Alloh bergani, o'sha qiyinchilikdan o'tgani, menimcha kelajakda mana shu porlab chiqadi deb o'ylayman. Ko'rinishingizdan sizni yoshi katta inson deb men ayta olmayman, chunki nihoyatda yosh ko'rinasiz, lekin 11 ta nevarangiz bor. Allohga shukr. Davomiy bo'lsin. Davomiy bo'lsin. O'zligidan ko'payaversin desak, yaxshi niyat. O'zbek kinofondini rivojlanishiga oilangiz juda ham katta hissa qo'shayotgan ekan. Bu juda ham yaxshi. Sovet Ittifoqini futbolini ko'rgansiz?
ko'rganmiz, o'ynaganmiz ham. va o'ynagansiz, ishtirok etgansiz, his qilgansiz shaxsan o'zingiz va shunaqa bir stereotip fikrlar borki jamiyatda aynan sovet davridagi o'zbek futboli eng kuchli bo'lgan. Qanchalik biroz? Endi haqiqatdan ham juda ham o'sha paytlarda endi aqlimni tanib 15-16 yoshliklarimizda Paxtakor edida. Paxtakor desa tomdan tashishardi muxlislar ham. Hamma futbolga qiziqqan, futbol bilan shug'ullanadigan bolakaylar birinchi maqsadi shu hech bo'lmasa orzu qilardi. Hech bo'lmasa o'sha Paxtakor maykasini kiyib o'ynash. Nimaiki juda ham kuchli, iqtidorli Paxtakor jamoasida ishtirok etgan Krasnetskiy, Birodar aka, To'lagan Soqov, An, Fyodorovlar masalanda bu bitta O'zbekistonda Paxtakor jamoasida. SSR paytda boshqa davlatlarda ham juda ham iqtidorli, juda ham kuchli o'yinchilar bo'lgan. O'shaning uchun ham milliy terma jamoaga tushish bu azob bo'lardi. Bu juda ham qiyin. Nimaiki o'zini Rossiyani o'zini stili bo'lardi. Ukrainani o'ziniki yoki Gruziya, Ozarbayjon yoki Pribaltikalarniki o'ziga yarasha anaqasi bo'lardi. O'zini stili. O'shaning uchun o'sha paytda kuchli bo'lgan deb o'ylayman, lekin hozirgi kunga qaraganda unaqa sharoitlar bo'lmagan. Mana aytib o'tdingiz, sovet davrida har bir respublikani terma jamoasini o'zining stili bo'lgan. Aytingchi, mana sovet respublikalarining ichida aynan o'zbek futboli nimasi bilan ajralib turardi? Texnikasi bilan kelgan o'sha individual kuchli bo'lishganda baribir. Erkin aka o'sha Krasnitskiyni udari yoki o'sha Anni masalan yarim himoyada o'ynagan. Mana shu texnika bo'yicha boshqacha bo'lgan, o'zimizdan stil bo'lgan. Gruziyaliklar ham shunaqa bo'lgan, to'p bilan Ozarbayjon, Ukrainaniki boshqacha, ko'proq silovoy. Jismonan boshqacha bo'lganda. Sovet davridagi futbol tarixini gapirganda avvalambor Paxtakor 79 fojiasini eslamasak bo'lmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu fojia o'zbek futbolini rivojlanishini qanchalik to'xtatgan? O'zbek futbolini masalan ildizini o'sha fojia yomon urganda, chopilganda. Demakki shunaqa aytaman, futbolchilar yosh, iqtidorli, murabbiylar, o'shalar kelajakda keyingi kelayotgan yoshlarga futbol sir-atvorlarini o'rgatadigan insonlar bo'lganda bu. U bittada kesilgan. Men endi bilmayman necha yilga deyish mumkin, kamida 20 yil, 30 yilga bo'lishi mumkin. 20 yil yana bir avlod. Agar 20 yil bo'lsa, 20 yil bu bir avlod. To'g'ri. O'shaning uchun ham juda ham katta o'zbek futboliga fojia bo'lganda. Bu narsa buni haqiqatdan ham mana bugun bo'lib turib, endi Allohning ishlari. Mirzo Hakim To'xta Mirzayev aytdilarki, Moskva aynan Rossiyani, Ukrainani, Belarusiyani va Gruziyani jamoalari qo'rqib turardi Paxtakorda. Aynan ularga raqib bo'lgan paytda. Shuning uchun ham xalqimizda shunaqa bir konspirologik g'oyalar ham borki, balkim bu fojia uyushtirilgandir. Endi bunchalik inson zoti past bo'lmasa kerak. Meni fikrim endi bu tasodifiy Allohning ishlari shunaqa fojia bo'lgan deb o'ylayman, to'g'risi. Yomon narsadan ham iloji boricha yaxshi bir hikmati bor, yaxshi narsani qidirish kerak deydi-yu. O'shaning uchun endi bilmadim, endi kattalar biladi, u paytda yashaganlar, qanaqa vaziyat. Endi biz keyin tug'ilganmiz, keyingi avlodimizga taqqoslash uchun основание yo'q-da. Yaxshi gumon deb o'ylayman. Uyda haligi oshxonadagi suhbatlarda bu narsani muhokama qilishmaganmi o'sha paytda? Aynan shu mavzuni? Endi eslolmayman, endi o'sha 79-yil, men 9 yosh edim, to'g'risi. 9 yoshli bola, endi o'sha baribirga eshitganmiz-u, uni baribir bola bo'lganmiz-da. Albatta. 1994-yilda Hirosima shahrida tarixiy g'alabani biz qo'lga kiritdik. Va o'sha paytda bizning jamoamiz chempion bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Nega bu g'alaba davomiy bo'lmadi? O'sha paytda bizga nima xalaqit qilgan? 94-yilda polfinalda Karslar bilan o'ynaganimizda
1000% omad bizning tarafda bo'lganda, ishtangani bo'sh joyi qolmagan. Keyin rahmatli o'sha Sheykin darvozada ham juda ham yaxshi turgan. Shunaqa seyflar qilgan. Qolaversa o'sha bitta golimizni, azamat urgan golimizni bizani finalga chorlaganda bu omad bo'lgan deb o'ylayman-da. Nimaki kecha kunduz ham mana Liga Chempionov bo'ldi-yu, Bavariya bilan PSG o'ynadi. Masalan, o'yinni boshida urdi, PSG finalga chiqdi. Kurashib bo'lmasa hamma o'ylagan ediki, finalga Bavariya chiqadi. Bu ham omad. Nimaki bu narsani oldindan aytib bo'lmaydi. Buni tagiga hali olimlar ham menimcha yetib borishmagan. Lekin men eslayman, o'sha 94da o'ynaganmiz, keyin 98da adashmasam Tailandda bo'lgan shekilli. Bu keyingi anaqa o'zim ham ishtirok etganman. Qaysidir anaqalarda omad ham yetishmagan. Men o'ylayman. Shu endi qiyin hozir uni ichiga kirib orqadan uni o'ylab, qarab, hamma o'yinlarni ko'rib bir xulosa qilish mumkin-da hozir dabdurustdan. Hiroshimada o'yinda qanaqa forma kiygansizlar? O'shanda bu hozir trend bo'lib ketdi-yu. Endi buni gapirib o'tish kerak. Haqiqatdan ham yaqinda ham endi ko'p savol berishadi. O'sha Adidas ko'k mayka bir dona forma bilan 7 o'yin, bir dona 7 o'yin mayka, oq tursu, keyin oq getri ekanmi, ko'k getrimidi? 7 o'yin o'ynaganmiz. Keyin o'sha paytda o'sha mayka bilan yo'qolib qolsa bo'ldi, ertaga chiqa olmaysan-da, analogi yo'q. Mana qarang, formani yechib almashuvi yo'q, ko'p bo'lgan. O'sha paytda nima kechirasiz? Qanday tushuntirgansizlar? Kechirasiz, bu bizga qadrliroq deb sekin situatsiyadan chiqib ketdilardi. Rostmi? Uni o'zingizlar yuvib, o'zingizlar quritganinglar? Adashmasam o'sha Hiroshimada turganimizda 19 yo 20 etajda turganmiz. O'sha perillaga yuvardi-da, boylab qo'yardi. Uchib ketmasdi. Getri anaqalarni. Bu yoqda anaqaga ilib, veshilkaga ilib, bu yoqqa anaqa qo'yilib, uchib ketdi. Nimaiki eshikni ochganda skvoznak bo'lishi ham mumkin edi. Uni ko'z qorachig'ida asralangan, nimaiki boshqa yo'q edi. Bu ham o'tdi, bu ham yaxshilikka bo'lgandir. O'sha narsa haligacha uyimda turibdi. Bu menimcha haligacha aytaman, turibdi uyimda. 2005-2016-yillarda jahon chempionatiga chiqishimizga sal qolgandi. Hattoki ba'zida 1 ball yoki bitta gol yetishmagan payti ham bo'lgan. Nima deb o'ylaysiz, o'sha paytda o'zbek futboliga nima yetishmagandi? Yo'q, endi yana ko'p qilinadi. O'sha ruslarda gap bormi? Предполаган Bog располагает. Juda ham xohlaganmiz. 2005-yil men o'sha paytda 35 yosh edim. Oxirgi ishtirokim edi. O'sha yili ham futbolni tugatganman. Meni harakatlantiradigan narsa o'sha men emas, o'sha jamoadoshlarim, endi baribir bizdan tashqari rahbariyat, muxlislar masalanda meni harakatlantiradigan narsa o'sha jahon chempionatida ishtirok etish edi. Eng yuqori aytaman, bu eng pika. Endi juda ham yaxshi ishtirok etganmiz. Lekin baribir ham men o'sha narsani aytaman, bundan oldingi muloqotlarda ham, intervyularda ham nasib bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Endi bo'ldi, bu narsani qaytarib bo'lmaydi. Demakki, hali o'sha esimda tushundim savolni. 2005-yil o'sha Bahrayn bilan bo'lib o'tgan o'yin. 2005-yilda juda ham Paxtakorda muxlislar to'lib bizga ishonishgan edi. Biz ularning ishonchini oqlamoqchi bo'lganmiz. Haqiqatdan ham harakat qilingan. Lekin o'sha o'yinda dabdurustdan bo'lgan o'sha vaziyat. Birinchi golni urganman, keyin penalti bo'lgan. Keyin penaltini bunaqasiga aylantirib yuborgan, gol urilgan. Bizning o'yinchimiz anaqadan oldin kirib ketilgan deganda, to'p tepishdan oldin o'sha 16 metrligiga kirish mumkin emas bo'lgan. Keyin bilmayman, sudya ham o'zi anaqa qo'yganmi, bu bosimni ko'tara olmagan bo'lishi ham mumkin. Keyin o'sha o'yinda undan keyin ham o'sha 11 metrli jarimani yana tepishimiz kerak edi. Baribir to'xtatib turib, boshqatdan tepish kerak edi. Tepilmagan, o'yin davom etgan. Keyin undan keyin ham 1-2 marta yaxshi vaziyatlarimiz bo'lgan. Undan foydalana olmaganmiz. Lekin bu rezultat u paytda hozirgiga o'xshagan emas. Masalan, uyda o'yin bor, mehmonda. Unda mehmonda urilgan gol 2 taga hisoblanardi endi. 1-0 ular 2 ta gol urish kerak.
hozir 1-0 yutib turib mehmonni uyda 1-0 yutib mehmonni 1-0 yutqizib qo'ysang, u дополнительный vaqtda hozir boshqacha reglamenti bo'lib ketgan. U paytda boshqacha edi. Keyin es bilaman, o'sha 2005-yil Bahrayn jamoasida 3 ta o'yinchi o'sha o'yinimizda sariq kartochka bilan jazolangan edi. Bu ikkinchisi edi. Uyda o'yinda bu bolalar o'ynamas edi. 10-nomer kapitani juda ham yaxshi bilaman, yarim himoyachi edi. Keyin yana ikkita kuchli o'yinchisi, 4-inchisi jarohat dedi, hujumchisi. U keyin bu yozilgandan keyin bekor yozilgan, endi hozir bo'ldi, o'tgan ishga salovat deyiladi. Biz o'sha Bahraynga juda ham zo'r kayfiyatda borib, yutib ham kelardik. O'sha bir kun oldin mashg'ulotni o'tab, gostinitsaga qaytib kelganimizda bizga kutilmaganda biz ham hayron bo'lib qolganmiz-da. Nima deydi? Toshkentga qaytamiz. Sabab ana o'shanda bilganmiz, Toshkentda yozilgandi. Bu o'yin bir hafta keyin bo'lganda, 3-4 kundami uchib ketgan edi. Shu bilan qoldirildi. Nasib emas. Keyingisi anu bolalarni желтый kartochkalari annulyировать qildi. 4-chi o'yinchisi восстановиться qildi. Keyin uyda durang o'ynab qo'ydi. Keyin yo'lga borganda Shatskiy ham menimcha o'ynamagan, shamollab qolgan edi. Endi o'sha mana shu narsa-da, nasib emas-da. U yoqda 0-0 o'ynaganmiz, yuta olmaganmiz. Yutadigan o'yin edi. Shu nasib emas menimcha. Eng hurmat qilgan jahon futbol yulduzlari. Siz shaxsan hurmat qiladigan 3 ta jahon futbol yulduzlari kim? Hozirgimi? Umuman. Yo'q, o'zi endi yoshligimda masalan Maradona yoqardi. Hozirgi kunda hali ham o'ynayapti Messi. Masalan, bularga berish kerak. Ronaldo ham yoqadi, masalan. Nimaiki bu hozirgi yoshida ham masalan o'sha futbol ikkinchi planga o'tishi mumkin edi. O'sha maqsadimga erishdim deb to'xtatib qo'ydi. Lekin bular shular bilan yashayapti deb baribir. 2006 va 2009 yillarning oralig'ida jahon futbol yulduzlari O'zbekistonga kelib to'p tepishgan. Rivaldo, Denilsi, hattoki mana Skolari bunyodkorini boshqargan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu jahon futbol yulduzlari O'zbekistonga kelishi o'zbek futboliga qanchalik foyda keltirgan? Men yaxshi foyda berdirgan deb o'ylayman. Nimaiki hali ham esimda, undan tashqari Puyolga kelgan, Messi ham, Ronaldo aytilayotganda endi futbolga befarq bo'lmagan inson Odil akam shu narsalarni aniq qilganlar. Men o'ylaymanki, yaxshigina turtki bo'lgan. Nimaiki aytadi-yu, yugurganda estafetni palishkan beradi. Baribir o'shanga qarab turib, o'sha Yevropani ob-havosini, masalan, o'sha Rivaldo ham masalan ko'pchiligiga namuna bo'lgan. O'zini tutishi, o'zini mashg'ulotlarda bo'layotgan. Masalan, hozir hammasini yosh bolalar qo'yib qo'ying, futbolchilar. Anaqa bo'lish kerak-da baribir, intilish, nimagadir o'sish kerak, to'g'rimi? O'zini yaxshi tarafidan ko'rsatadi. Futbol shunaqada, umri qisqa. Lekin yoshlarga qanaqadir namuna bo'lib qolish kerak. Shu narsa ideal bo'lib, yoshlar shunga intilish kerak. Bu ana narsada sravnение uchun. Bu yaxshi narsa, lekin katta tutqi bo'lgan, keyin ular ham o'zini talabini, masalan, sharoitlar, mana Xudoga ming qatla shukr, shu kunlarga ham yetdi-da. 2016-yilda futbolimizdagi qaysi xatolar to'g'rilandi? Qanday o'zgarishlar qilindi? Birinchidan futbolga e'tibor boshqacharoq. Yanada mukammalroq. Nimadir so'rashdan oldin sharoit yaratib berish. Mana hozir aytayman, bekorga aytmayman, Allohga ming qatla shukr. Biza bu narsalarni orzu qilardik-da. Bizning paytda bo'lmagan, to'g'risi. Endi bu nolish emas, lekin bizning davrda shu boshqa iloji yo'q. Lekin hozir nafaqat futbol, yurtboshimiz tarafidan juda ham katta e'tibor. Mana shu stadion, mana yangi Toshkentda xudo xolisa yana yilga 55 milli yangi stadion quriladi. Bu nimaga? Shu yerda qoladi, shu yerda o'sha yurtimiz aholisi shundan foydalanadi, bolalar o'ynaydi. Bu shu narsa uchun-da, sharoitlar. Sharoit bo'lgandan keyin bizning davrimizda bizning uyimiz bo'lmas edi. Milliy terma jamoani. Hozir mana sentr qurildi. O'zining uyi bor.
o'zini yotoqxonasi bor, o'ziga yarasha восстановительный o'sha basseyni, saunasi, keyin trenajyor zallari bizani paytda yo'q edi. Bu to'g'risini aytish kerak, o'sha davrga to'g'ri kelganmiz. Lekin zamon talabi hozirgi boyga aytilayotgan narsalar chetda olib kelib, qana hamkorlikda deydi-yu, sekin-sekin o'shalarni yengillashtirib, mana yurtboshimizga aytayotganim, hozir uyi bor, o'zini maydoni bor. Bizani paytda falonchiga telefon qilinadi, poleni berib tur. Falonchiga telefon qilinadi, avtobusingni berib tur. Anu gostinitsa joy bormi, yo'qmi? Uyi yo'q edi. Xudoga shukr, hozir hamma sharoitlar bor. O'shanga yarasha ham nima deydi, yutuqli bo'lyapti. Olimpiadaga chiqildi. Yaxshimi, yomonmi? Yoshlarimiz Osiyo chempioni bo'ldi. Bu narsa endi xudo xolisa bardavom bo'lishi kerak. O'sha bitta gapim bor, biznesda ham, men endi tushunmayman biznesni, 0 qilsang 0 ga teng bo'ladi. E'tibor, parvarish qilish. Mana shu narsa. Sarmoya. Bu ham, yo, endi sarmoya, endi daraxt eksang ham, masalan, qarashing kerak. Tamildor eksang ham tiqib qo'ydim, bo'ldi, o'zi beradi demaydi. Unga mehr berib, men shunaqa deb o'ylayman-da. Faqat o'zining nomi bor hamma narsani. Bizani futbolda ham xuddi shunaqa. Bir-biriga charpar, anaqa bog'liq. Shu. Olimpiadani aytib o'tdingiz. Mana 2024-yil Parij Olimpiadasiga yo'llanmani nima deb o'ylaysiz? Biz qaysi omillar hisobiga qo'l kiritdik? E'tibor. Keyin agar esingizda bo'lsa, olimpik jamoasi. Keyin o'shani Kapadze, Timur, shularni qanaqa desa bo'lar ekan, o'ynatib, masalan, shunga tayyorgarlik, nimaki bu yoqda saralashuvlar ham bo'lgan. O'shanga tayyorgarlik ko'rilganda, bu ham o'zini anaqasini, har doim ham bu narsa natija bermasligi ham mumkin. Yana bitta narsa borki, Otabek, to'g'ri bo'ladi-yu. Bir qarasa, bir yilda kuchli insonlar tug'ilib qolgan bo'ladi, sportchilar yoki boksda yoki boshqasida. Daraxt ham ekib qo'ysa, bir yil hosil berishi mumkin, bir yil bermasligi ham mumkin-da. O'shanga baribir e'tibor. Endi men общий qilib aytganim. Qanchalik bu olimpiada bizni jahon chempionatiga yaqinlashtirdi? Yo, bu malaka. Bormasdan turib gapirish oson-da. Lekin o'shanda o'zini ko'zi bilan, o'zini tanasi bilan o'sha aurada ishtirok etishi, qolaversa bu yurtimizning sha'ni-yu bu. Bu baribir olimpiada ham yuqori nufuzli musobaqa deyiladi-da. Bu o'ziga yarasha ko'zga ko'rinmas motivatsiya beradi futbolistlarga, sportchilarga. Men o'ylaymanki, foydasi bor bu narsani. Bardavom bo'lish kerak-da, buni постоянно o'zi keyin kasal bo'lib qolish kerak-da, agarda nima sababdandir chiqilmay qolinsa. Jahon chempionatiga bizni jamoamiz chiqqanini eshitganingizda qayerda edingiz va nimalarni his qildingiz? Toshkentda edim. Atin yig'ilishib, o'sha Emiratda bo'lib o'tgan o'yinda ko'rib og'aynilar 3-4 ta. Hozir qanaqa desa bo'lar ekan, u endi o'sha narsani tasavvur qilib berishdi. Endi o'sha yerda ham masalan kichkina xonada yig'ilib 4 kishimi shunaqa ko'rib o'tiruvdik. Endi kim birinchi o'shani quchoqlaydi? Xursandchiligimiz. Endi buni shunchaki tasavvur qilib berib bo'lmaydi. U yerda ham boshqa soha egalari bor edi, masalan, yoshlikda futbol o'ynagan, lekin hozirgi kunda nasibasi boshqa sohada, lekin futbolga befarq bo'lmagan insonlar og'aynilarimizni ko'rib o'tirdik. Juda ham xursand bo'lganmiz. Skeptiklarning fikriga qaraganda, agarda sizni davringizda demak kvotalar oshirilganda, o'sha paytda ham biz jahon chempionatiga chiqib bo'lgan bo'lar edik. Endi gapiraverishadi, men har doim aytaman, bu nasib deyman. O'sha 2005-yilga qaytaylik. Allohning xohishi, o'sha narsa bitta epizod antar-tontar qilib yuborganda, nasib qilgan ekan mana shu narsaga. Lekin biz xursandmiz baribir. Bu bardavom bo'lish kerak, kelajakda bu charxpalak aylanveradi. Lekin biz o'sha yoqqa chiqdikmi, o'sha yerda ushlab qolishimiz kerak. Bunga endi bir kishi yoki bitta futbolistni qo'lida emasdi bu narsa. Bu jamoaviy hisoblanadi.
Demak, hammani o'zini anaqasi bor. kvotalarni bunga aloqasi yo'q. Endi nima desa bor, yengilroq bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Endi bizning paytda kamindi. Endi biza o'sha kuchlilarda bo'lardi, lekin o'sha saralashda ham masalan bizning raqibimiz eng kuchligi Eron bo'ldi. O'sha yerga Yapon tushib qolgandacha, Koreya tushib qolgandacha oldin ikkita guruh bo'lardi, 6 tadan. 12 ta jamoa bo'lardi. Hozir nechta bo'ldi? Lekin baribirga ham men xursandman, hozir shu narsa shu kunga nasib qilgan ekanda. Qaysidir ma'noda bu ham bizning foydamizga ishladi. Bu yaxshilik. Albatta. Ertangi o'zbek futbolini qaysi bosqichda ko'ryapsiz? Bundan past bo'lmaydi. Zamon talabi, oldinga qarash kerak, orqaga qarab turib ham baribir esdan chiqarish kerak emas. Eskilarning gapi bor, lekin to'g'ri xulosa chiqargan holda oldinga harakat qilish kerak. O'ylaymanki, boyga yetib o'tgan narsam davlat tarafidan, prezidentimiz tarafidan juda katta. Bu nima deydi? Men просто ko'rganimizda сравнение uchun osonroq juda ham zo'r sharoitlar yaratilgan. Agarda Xudo xolasa, to'g'ri xulosa qilib, bolalar shundan unumli foydalansa, bizda iqtidorli ko'p. Kelgan o'sha o'zini kuchini chetda ham bemalol chiqib kela oladi hozir. Bu bizning paytda chiqa olmas edik. Masalanda, kimgadir ham aytuvdim, chetga chiqish uchun komsomol bo'lishing kerak deb. Hozir mustaqilmiz. Bemalol aytolman. Demak, o'sha paytda kommunistik partiyani a'zosi bo'lmasa ham chiqolmasdi hech kim chetga. O'zim Fransiyaga bora olmaganman-da, o'shanga aytolman. Kompartiyaning a'zosi bo'lmaganingiz uchun? Komsomol bo'lmaganimga o'sha Fransiyaga birinchi, endi 84-yil ekan bu. 84-85-yilda. O'tgan asr. O'shaning uchun ham bo'lgan bu narsa. Lekin undan ham o'tdi, Xudoga shukr. Lekin hozir aytayotganim futbol birinchidan futbolga juda ham hamnafas xalqimiz. O'zbek xalqi nima uchun shunchalik futbolni yaxshi ko'radi? Shunday sevadi futbolni. Endi bitta o'zbek xalqi emas, butun dunyoda menimcha dunyo bo'yicha 70%. Dunyo 70% sevadi. Endi baribir aytishadi-yu, birinchi o'rinda turadi futbol. Dunyoda 5 milliard odam tomosha qiladi jahon chempionatida. Endi qancha ko'rishini bilmayman, u statistikali bo'ladi. Lekin haqiqatdan ham bizda baribir futbolni boshqacha demak biz o'sha el qatori boshqa xalqqa o'xshab boshqa hamma xalq sevgani uchun biz ham yaxshi ko'ramiz, shuning uchun. Yo'q, o'zi futbol o'zi bu bitta san'atda. Odam harakatlanmasdan turib qo'lda yoki anaqada xato qiladi, to'g'rimi? Bu yerda dinamikada bo'lib, yugurib, o'ziga yarasha nima deydi? Bu tanadan o'tgandan keyin bilinadi, o'ziga yarasha yuklamalar, keyin qizuv, azart, keyin aytishadi-yu, endi bilmayman, milliy terma jamoamiz yoki bir viloyat jamoasi g'alaba qozonsa, o'sha yerda ishlab chiqarish, xohlasam xohlasang, foizga, xalq kayfiyatiga juda ham ta'sir qiladi deyishadi. Yer sayyorasining 70% futbolni sevadi. Shuning uchun ham butun dunyo bo'yicha eng ko'p ko'riladigan shou bu aynan futbol. Shuning uchun mana 5 milliarddan oshiq odamlar jahon chempionatini tomosha qiladi. Atigi 25-30% ko'rgisi kelmaydi. Ularning fikriga qaraganda futbol bu ommaviy gipnoz turi. Agar sizda imkoniyat bo'lganda, hozircha futbolga qiziqishi bo'lmagan odamlarga murojaat qilishga, ularga nima degan bo'lardingiz? Qiziqinglar. Bu baribir kayfiyatda. Kayfiyatda tushunarli, har doim ham inson xohlagan ishi bo'lmaydi. Ba'zida boshqacha ham bo'lib turadi. Lekin ishoninglar, futbolchilarimiz muxlislik uchun o'ynaydi. Bu narsa o'ziga yarasha kayfiyat baxsh etadi. Bu ham madaniy xordu deyiladi, bekorga aytmadimmi? Ishlab chiqarish avtomatik nechidir foizga ko'tarilar ekanda. Buni ham hisoblab chiqishgan, eshitgan edim. O'shaning uchun baribir sport bilan mashg'ul, u nafaqat futbol, boshqa o'yinlar bor. Hech bo'lmasa lanka o'ynaylar. Mirjalol aka, tarix agarda so'zini bilmaydi. Lekin sizga bir ko'pincha shu gap bo'ladi-da, agarda. O'sha noto'g'ri gapda, chunki
bu bo'lgan narsa-da u. bo'ldi, o'tgan Ha, ishga o'tib salovat. ketdi, ha. O'tmish bilan yashamaslik kerak deydi-yu. Shuning uchun sizga bir gipotetik falsafaviy bir savol bersam, ruxsat bersangiz. Agarda qachondir vaqt mashinasi ixtiro qilinsa va o'tmishga sayohat imkoningiz bo'lganida, o'zbek futboli tarixidagi qaysi bitta voqeani o'zgartirgan bo'lardingiz? O'zbek futbolida. Hozir esladik-ku. O'sha 2005-yillik qarorda. Endi oxirgi nima deydi, futboldagi yilim bo'lgan endi. Katta futbolni tugatishim, endi o'sha niyatim ham o'ynash, o'sha jahon chempionatiga chiqish, shijoati bo'lgan. O'sha narsa keyin futbolni to'xtatishimga sabab ham bo'lganda. O'ynay olardim. 40 yoshimgacha ham o'ynay olardim. Lekin o'sha qaror 2005-yilda katta ta'sir etgan. Endi bu ham yaxshilikkadir. Vaqtida tugatib, Demak, agar imkon bo'lganda aynan o'shani o'zgartirgan bo'lardingiz. yozmasak. Bilganda yozmaylar derdim. Nimaiki Bahraynni o'sha yerda ham urib kelardi. O'zbek futbolini bitta so'z yoki bitta ibora bilan tasvirlab bersangiz. Sabr, ishonch va shijoat yo'li bo'lsa kerak. Rahmat sizga, juda ham qiziqarli intervyu bo'ldi. Men o'ylaymanki, bu intervyumiz aynan yosh futbolchilarga va futbolchi bo'lmoqchi bo'lganlarga juda ham zo'r nafaqatgina motivatsiya, balkim tartib intizomga yo'llanma berdi. Chunki motivatsiyani o'zi yetarli emas. Motivatsiya bu shunda sizni qiziqarli intervyungizni ko'rishdi va o'ziga maqsad qo'yib, ertaga maqsadni unutib qo'yish. Lekin sportsmenlarda asosiy qoida bu tartib intizom. Tartib intizom, shunga qo'shimcha etishim mumkin, esidan chiqarib qo'yish. Nimaiki yoshlikdan boradi, 5 yosh, 6, 7, 8 yoshda futbolga olib boradi, futbolga olib boring. Birinchi raqam bo'ladimi futbol? O'sha 30 yoshida ham birinchi raqam bo'lib qolish kerak-da. 20 yoshida ham, 25, 27. Bir xillarda ko'pchiligimizni sal nimagadir erishganimizdan keyin futbol ikkinchi raqamga o'tadi. Mana shu noto'g'ri ish. Futbolning fart degan narsa ham bor-da. Alloh o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Lekin sen futbolni aldamasang. Futbol birinchi raqamda qolish kerak. Butun umr. Mana o'shanda yaxshi bo'ladi. Ya'ni futbolda aldamaslik kerak. Ya'ni futbolda aldamaslik kerak deysiz. Albatta, birinchi raqam bo'lib qolish kerak-da. Bir xillarda sal nimagadir 20 yoshida erishib qolsa yoki o'sha 16 yoshida jahon chempionatiga borib keldi milliy yoshlar O'zbekiston terma jamoasi bilan borib kelgandan keyin bo'ldi, hayotim shunaqa shirin o'tar ekan deb o'ylaydi. Yo'q, kechirasiz. Maqsadni yuqoriroq qo'yaverish kerak, to'xtab qolish kerak emas. Futbol yaxshi ko'rdingmi, birinchi raqam bo'lib qolish kerak. Ikkinchi raqam bo'ldi, bu dumalatadi. O'zidan o'zi jarohat, keyin yana nimadir sababchilar, u ayoni aldab bo'lmaydi-da. Demak, maqsadni oyga qarab mo'ljal qo'yish kerak. Yeta olmasa ham, hech bo'lmasa yulduzlar orasida qolib ketadi. Bo'ladi, birinchi raqam bo'lib qolish kerak. Birinchi qaysi sohani egasi bo'lma, birinchi raqam bo'lish kerak. Bir xilda sal bo'ladi-da, endi shayton urib qo'yadi. Keyin sal surgandan keyin kimdir aybdor bo'lib qoladi-da. Odam o'zini qo'lida-da, inson.